Assalomu alaykum qadrli do'stlar. 2025-yil 20-iyul sanasida kivi noklarimiz xuddi mana shu holatga keldi. Mana juda chiroyli bo'lib pishib yetilyapti o'rtali. Mevani quyib yuborgan do'stlar. Shoxlari egilib ketgan. Hosiliga bittadan baho berib qo'yasizlar do'stlar. Hosildorligi o'ta yuqori noklardan ekish tavsiya qilamiz. Nokdan boq qilaman deganlarga kivi nok. Ichki bozor ham zo'r edi, eksport ham bo'ladi. Hosildorligi zo'r, sarkashlikka chalinmaydi. Yilda mana shunaqa zo'r meva qilaveradi. Tagi noki ham 2-yildan 100% hosilga kiradi o'rtali. Mana hammasida meva bir xilda, kalibri ham, hosildorligi ham zo'r o'rtali. Buni ko'chatlariga zaka solishni boshlaganmiz do'stlar. Kimga buni ishonchli ko'chatlar kerak bo'lsa 99lik 845 0195 raqamiga telefon qilaverasizlar o'rtali. Juda shirin suvli noklarni qani bismillah. Ekish tavsiya qilamiz do'stlar. Ishonchli ko'chatlari bor. Ko'chatlariga aloqaga chiqaverasizlar do'stlar.